Men Tursunov Akbarxo'ja, vrach neurologman. Doktor Gafurov klinikasining Oybek filialida vrach neurolog sifatida ish faoliyatimni boshladim. Sentyabr oyining boshidan to so'ngiga qadar bepul neurolog vrach konsultatsiyasini o'tkazmoqdamiz. Doktor Gafurov klinikasining Oybek filialida biz asosan periferik nerv sistemasining kasalliklari, ya'ni osteoxondroz, umurtqa pog'onasi diskining protruziyalari va churrasi, ya'ni grijani, shuningdek turli mononeyropatiyalar, ya'ni ishalgiya, bursit, pleksit kabi kasalliklarni, shuningdek tizza bo'g'imi hamda son chanoq bo'g'imining artrozlarini davolashda yordam beramiz. Kabi kasalliklarni medikamentoz, ya'ni dorilar yordamida hamda fizioterapevtik yo'l bilan davolashda yordam beramiz. Sizda qandaydir nevrologik kasalliklar tufayli yuzaga kelgan muammolar paydo bo'lgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bepul konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin.